Hurmatli dehqonlarimiz, keyingi navimiz bu TK Altun navimiz. Hamma navimizni O'zbekiston sharoitida birinchi bo'lib turib, o'zimizni kichkinagina sinov uchastkamizda sinaganmiz. U sinov uchastkamizda juda ham bu o'zini standartliligi bilan, hosilni zo'r solishligi bilan bizani o'zimizni birinchilardan xursand qilgan navlardan biri. Bu o'sha aytib o'tganimizdek genetikasida menimcha bo'lsa kerak, albayrakka, durukka o'xshashib ketadigan yana bitta navimiz. Bu navimiz o'zimizga bir go'zal sifati juda ham yoqadi. Yana qisqacha buni ham go'zalligini so'rab olsak. Evet. TK Altun hakkında da bize biraz bilgi verseniz. Şimdi TK Altun'la ilgili şöyle söyleyelim. Gene FAO 600 gruplarında bir çeşidimiz. Gene kombine bir çeşit aslında. Hem daneye hem silaja ekilebilen bir çeşit. Silaj için gördüğünüz gibi yaprak ayası bunun da 60-63 gibi hem dik hem 60-63 daha yarı diktir. Bu hem dik hem yaprak ayası geniş olduğu için koçan yapısı da üniform bir yapı. Güzel iyi tarlalarda zaten şöyle baktığınızda tarlanın içini göremezsiniz yeşilken. Dolayısıyla silaj verimi de yüksek bir çeşittir. Danelik olarak da koçan yapısını görüyorsunuz. Gene deminki çeşitlerimiz gibi tozlamasında da problem olmayan farklı 600 grubunda danelik bir çeşidimiz. Burada bu çeşitten bahsederken bu tarlada olmayan bir çeşidimizden daha bahsetmek istiyorum Abdurrahman Bey. Abdurrahman Bey gayet iyi biliyor. 596 diye bir çeşidimiz daha var. O çeşidimiz bu tarlada yok ama 596 çeşidimizden de bahsetmek gerekirse FAO 590 grubu silajlık bir çeşit aslen. En önemli özelliği de zor şartlarda, kötü şartlarda performansını düşürmeyen, yani toprak tuzluluğuna bile toleransı olan bir çeşidimiz. Şöyle diyebiliriz, zor şartların silajlık çeşidi de diyebiliriz erkenci silajlıkta. Erkenci silajlı. Bahsetmiş olalım. Rahmat. Bu yerda birinchi TK Altunni o'ziga to'xtalib o'tamiz. Altunni ikkita yo'nalishda eksa bo'ladi deyaptilar. Bu gibridimizni ham 18-20 cm, silisga bo'ladigan bo'lsa 16-18 cm qilib ekkanimiz maqsadga muvofiq. Bu silisimizni ham erkancha ertaga bug'doydan keyingi holatlarida ham ekishga juda ham sifatli bo'lgan gibrid hisoblanadi. Bu ham bargi juda ham yirik bo'ladi va bu gibridimiz ham Tigring oilasiga mansub. Hosil pishgan bilan poya ko'm-ko bo'lib turadi va egiluvchanligi bo'yicha ham juda ham sifatli va ildiz sistema juda ham yaxshi rivojlangan. Keyingi aytib o'tayotgan narsalari sal sharoit bo'lmay qolib 596 navimizni eka olmay qoldik. 596 navlarimizni o'zimiz ham O'zbekistonda bir nechta joylarga berganmiz va Turkiyada ham Konyalarda men u nav bo'yicha qisqacha o'zim ham ma'lumotga egaman. U navimiz ham bize bergan holatlarimizda bug'doydan keyin ekilgan holatlarda bo'yi 384 metrgacha bordi va nima go'zalligi bor, unda so'tasini agar sut holatida olib yeydigan bo'lsangiz, xuddi shirin vakmak jo'xoriga o'xshagandek shirasi bor u makka jo'xorini. Bu degani unda ertaga oziqa birligi bo'yicha ham qolgan gibridlarga qaraganda o'z sifati bilan juda ham zo'r ajralib turadigan navimiz bu 596 bo'ladi. Buni bug'doydan keyin bersak, xudo xolasa katta fermerlar buni holatidan o'zligi ma'lumot berishadi. Xudo xolasa bizani kuzatishda davom etinglar. Biz keyingi gibridimizga ketdik. Rahmat.